ko'rib chiqadiganimiz AI maslahatchi bu nima? To'liq programmamizdan foydalanamiz, CRM qismlarini ishlatyapmiz, to'liq ishlatganimizdan keyin demak aksiyalarni ishlatyapmiz, promolarni, to'g'rimi? AI maslahatchi bu joyda biznesimizni o'rganib chiqib bizga boshqaruv menejeri sifatida, boshqaruv direktori sifatida kerak bo'lsa maslahatlar beradi, marketing bo'yicha, savdo bo'yicha va muammolarimizni aniqlab beradi. Tovarlarimiz yetib borishida yoki boshqa holatlarda bo'layotgan muammolarni va ularga yechimlar taklif qiladi. Bu AI maslahatchimiz Enterprise tarifimizda ishlaydi. Tariflarimizni ko'rishimiz mumkin. Narxlari va to'lovlari 3 oy, 6 oy, 12 oy sifatida to'lanadi. Har bir o'sha to'lanadigan periodga nisbatan chegirmalarimiz amal qiladi. 3 oyga 5%, 6 oyga 10% va 12 oyga 15% hisoblanadi. To'lov qilmoqchi bo'lganingizda klik orqali to'lash knopkasi bosiladi. Mana ko'rib turganingizdek ma'lumotlar kiritiladi. Nomer karta yoki telefon orqali to'lab ishlashni davom ettirishingiz mumkin bo'ladi.